2034-yilgi Formula 1 Toshkent Grand Prix'si start olmoqda. 5 karra jahon chempioni Kimi Antonellidan juda ham ajoyib start va mana bu nuqtada birinchi bo'lishning kirish qismida sholiklar hujumni amalga oshirib, birinchi aylananing o'zidayoq liderga aylanib olmoqda. Yaqin kelajakda dunyodagi eng xarajatli sport turi Toshkentda va yilida bir marotaba bo'lib o'tadigan Grand Prix'ga mezbonlik qilish 60 million dollargacha turadi. Bu esa taxminan 729 milliard 217 million 800 ming so'mga teng. Lekin O'zbekistonning qo'lidan bu ish kelmaydi deb o'ylasangiz, adashasiz. 2024-25-yillardan boshlab Formula 1 yangi mintaqalarda ko'proq muxlislar bazasini yig'ishni reja qildi. Va albatta asosan yangi avlodlarni. Lego va hattoki Disney bilan hamkorliklarni yo'lga qo'ydi. Shu bilan umumiy auditoriya uchun juda katta masshtabda Formula 1 kinosini suratga olishdi. Va aynan mana shu kinodan keyin O'zbekistonda ham Formula 1 muxlislari juda ham ko'payib ketdi. 2024-yildagi sholiklarning Toshkentga tashrifi. O'ylaymanki, Otabek Umarov bilan bo'lgan do'stlik rishtalari bunga sabab bo'lgan va eng asosiysi 2025-yilning oxirida FIA Awards'ning taqdirlash marosimiga Toshkent Humo Arenasi mezbonlik qilgani. Shaxsan o'zim ham u yerda bo'lganman va ishonaveringlar, u kecha dunyo miqyosidagi tadbir bo'lgan edi va butun mamlakatlar bo'ylab medialarning bor e'tibori Toshkentga qaratilgan kun edi. Tasavvur qilishingiz uchun, futbolda oltin to'p marosimi bo'ladigan bo'lsa, FIA avtosportda FIA Awards. Darajani his qilyapsizmi? Lando Norris, Oscar Piastri, sholiklar, McLaren jamoasi, Formula 1 bolidlari va boshqa ralli vek mashinalari ham ular bilan birgalikda tashrif buyurishdi. Bularning barchasi esa atigi oxirgi 2 yilda bo'lib o'tgan voqealar. Bugun siz bilan O'zbekistonda Toshkent Grand Prix'si bo'lish-bo'lmasligi, agarda mezbon qo'lga kiritiladigan bo'lsa, trassa qayerda quriladi? Samarqand yoki Toshkent, shahar ichida yoki alohida trassa. Eng qimmat Formula 1 trassalari, qurilish uchun qancha pul ketadi va buning ortidan O'zbekistonga qancha daromad oqib keladi? Formula 1 sharhlovchisi Maktoshi bugun sizlar bilan O'zbekiston Formula 1 kelajagi haqida gaplashamiz. Bu mishmishlar 2025-yil 9-oktyabrda birinchi marotaba ildiz otgan. Formula 1 prezidenti va ijrochi direktori Stefano Domenicali bir necha bor turli mamlakatlar Grand Prix bosqichini o'tkazishga qiziqish bildirayotganligini ta'kidlagan. So'nggi paytlarda Janubiy Koreya, Tailand, Portugaliya, Germaniya, Turkiya, Janubiy Afrika Respublikasi, hatto avtosport uchun nisbatan ekzotik hisoblangan Marokash va Ruanda ham tilga olingan. Endi bu ro'yxatga O'zbekiston ham qo'shildi. Britaniyalik jurnalist Joe Stewartning yozishicha, O'zbekiston vakillari Singapur Grand Prix'si musobaqasiga tashrif buyurib, kelajakda Formula 1 bosqichini o'tkazish imkoniyati haqida dastlabki muzokaralarni o'tkazishgan. Joe Stewart shunchaki o'zini kundaligidagi Formula 1 yangiliklarida O'zbekiston haqida 2 yoki 3 qator gapirib ketgan xolos. Lekin bu bizani o'zbek mediasida Instagramda juda ham ko'p va keng targ'ib qilindi. Misol uchun, shahar ichida joylashgan eng qimmat trassa bu Las Vegas. Qurilishiga 1,5-2 milliard dollar atrofida pul ketgan va Burj Khalifa butun dunyodagi eng baland bino. Bunga esa 1,5 milliard dollar pul sarflangan. Qimmatligini sababi esa butun shaharni Grand Prix uchun tayyorlash. Deyarli 1 oy oldin shaharda trassa qaytadan qurilishini boshlashadi va logistika xarajatlari, xullas, shaharda qabul qilish juda muammoli va jozibali hisoblanadi. Deylik, Ozarbayjon trassasi mutlaqo shahar ichida, hattoki asfalt o'tmagan qismlarni ham amanlab trassaga qo'shib yuborishgan. O'sha mashhur Leclerc'ning I'm stupid memi sodir bo'lgan. I am stupid. I am stupid. I switch off everything. Qal'a burilishi o'rnida real hayotda trotuarlar joylashgan. Va faqatgina Formula 1 poygalarini qabul qilish uchun qurilgan eng qimmat trassa esa Yas Marina orolida joylashgan Yas Marina Circuit. Qimmatligini sababi sun'iy orolda joylashgani, pitdan chiqish uchun xavfsizlik tunnellari qurilgani va hatto yaxtalar uchun joy ajratilgani uni eng qimmat trassalardan biriga aylantiradi. Endi keling hisoblab chiqamiz. O'zbekiston Formula 1 poygalarini qabul qilish uchun, ya'ni mezbonlik qilish uchun kamida qancha pul sarflash kerak? Birinchi navbatda trassa yo'qligi sabab trassa qurish kerak bo'ladi. Sirkuit konstruksiyasiga taxminan kamida 300 milliondan 1 milliard dollargacha pul ketishi mumkin. Qurib bo'lgandan keyin hosting, ya'ni mezbonlik summasi uchun 30 milliondan 60 milliongacha pul sarflanadi. Undan tashqari infrastruktura, yo'llar, mehmonxonalar, aeroport xarajatlari va transport uchun ham sezilarli pul ajratiladi. Umumiy hisob qilish kerak bo'lgan xarajatlardan keyin faqatgina trassa qurilishi uchun
250 milliondan 800 million dollargacha. Agarda Bakuga o'xshash shahar trassasi quriladigan bo'lsa esa 500 milliondan 1,2 milliard dollargacha cho'zilishi mumkin. Lekin keladigan foyda ham albatta kam bo'lmaydi. Birinchi navbatda O'zbekiston imiji statusi ko'tariladi. Chunki bilamiz, Formula 1 elit qatlamdan tashkil topgan sport turi. Muxlislarning asosiy qismi o'ziga to'q va sayohat uchun pul sarflay oladigan darajadagi insonlar hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, turizm orqali yetarlicha o'sish bo'ladi va eng asosiysi investorlar tashrifi. Toshkent qurilyapti, O'zbekiston rivojlanyapti va chetdan bo'ladigan qiziqishlar albatta bizga kerak. Abduqodir Husanov va jahon chempionatiga chiqishimiz ketidan qanchalik ko'plab yoshlar futbolda o'zlarini sinab ko'rishni boshladi va xuddi shunday Formula 1 ham karting madaniyatini va avtoindustriyani O'zbekistonda raketa kabi osmonda uchirib yuboradi. Endi to'g'risi men bilmadim-ku, lekin keladigan foyda ham o'ylashimcha kam bo'lmasa kerak. Eng yomon tomoni nimada bilasizlarmi? O'zbekistonda hattoki karting bo'yicha hech qanaqa trassa ham yo'q. Bu degani bizda hali mezbonlik bo'yicha hech qanaqa tajriba ham yo'q. Bilasizlar, YouTube videolarini olish oson emas, juda ham ko'plab harakat va vaqt ketadi. Aynan mana shu syomkalarimizda bizga yordamlashayotgan Savrga rahmat kattakon. Videolarimiz Savr bilan yanada mazaliroq. Trassa Formula 1 poygalarini o'tkaza olish uchun litsenziyaga ega bo'lish kerak. FIA tomonidan beriladigan darajalar asosan 6 ga bo'linadi. 6. Kichik mahalliy trassalar. O'zimizdagi Piskent trekini misol keltirsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. 5 va 4. Mamlakat ichida bo'ladigan poygalar uchun beriladigan daraja. 3. GT va boshlang'ich kategoriyadagi poygalar uchun. 2. Ko'proq professionalroq daraja. Formula 3 va 2. Undan tashqari VEC ligalari ham, lekin albatta Formula 1 emas. Trassa esa Formula 1 poygalarini o'tkaza olish uchun juda ham jiddiy bo'lgan litsenziyaga ega bo'lish kerak. Buni esa talablari juda ham yuqori bo'ladi. Eshitdik. Xavfsizlik darajasi o'ta yuqori bo'lishi, trassani chetki qismida zaxira maydon, tekpro to'siqlar, vertolyot tez yordami, FIA boshqaruv sistemasi, paddock standartlari, pit yo'lagi hajmi, marshrutlar uchun qulaylik, trekning kattaligi va albatta asfalt tekisligi. Endi yo'lga keladigan bo'lsak, o'ylashimcha bu bizada muammo bo'lmasa kerak. Bu muammolar hal bo'lishga bo'lar, lekin eng asosiysi trassa qayerda va qanaqa quriladi? Mani taxminiy tasavvurlarim bo'yicha albatta Toshkentda, sababi poytaxt va infrastruktura rivojlanish davrida. Lekin boshqa bir fikrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Samarqand. Agarda milliylikka bog'lab trassalarni adaptatsiya qilishsa, katta ehtimol bilan Registon maydoni old qismi asosiy sahnaga aylansa kerak. Samarqandda shahar trassasi, Toshkentda esa alohida trassa qurilishi men uchun taxminiy variantlardan biri. Toshkent ichida 2 haftadan ko'proq vaqt davomida ko'chalarning yopiq bo'lishi o'ylashimcha juda katta muammolarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham hozir markazlashib borayotgan yangi O'zbekiston hududlarida meni nazarimda juda ham katta bo'lgan trassa qurish mumkin. Shundoqqina aeroport va Olimpiya shaharchasi ort tomonlarda. To'g'ri, bu aytib o'tgan gaplarning barchasi sizlarga kulguli va umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan orzudek ko'rinishi mumkin. Lekin 22 yil avval birorta arab davlatlarida hech qanaqa Formula 1 trassalari yo'q edi. Hozircha Qatar, Abu Dhabi, Saudiya, Bahrayn faqatgina kutish kerak. Hammasi albatta o'z vaqti bilan sodir bo'ladi. Kelajakda sizlar bilan Toshkent Grand Prix'da o'ynay jahon bilan Maktoshi sharhida ko'rishganda ko'rishguncha. Agarda sizga video yoqgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va albatta do'stlaringizga yuborib qo'ying.